Erkak mahr berishi shart. Bizning Hanafiylarda vojib deyiladi, ba'zi ulamolar farz deydi. Mahr bermasa, baribir mahr sobit bo'ladi. Mahr misl sobit bo'ladi. Mahrsiz nikoh yo'q. U mahrni oladi. Meros bo'lsa merosni oladi. Biror tiyin sarflamasdan uyda ishlamasdan o'tirishga haqqi bor. Ermi? Erga turmushga chiqdimi? Ha, er endi uni boqadi. Har 6 oyda yangi ko'ylak olib berishi shart. Har 6 oyda. Bir sezon degani, yozda bir yozlik kiyim, qishda bir qishlik kiyim olib berish kerak. Yemog'i, ichmog'i, joy ta'minoti er zimmasida. Bu ishni qilmayotgan erkaklar qiyomatda javob beradi. U soqolni uzun qo'yib olishligi, umraga 5 marta borib kelishligi yoki 5 vaqt namozga masjidga qatnayotganligi uni ahli ayoliga nafaqasini qilmayotganligini qutqarmaydi. 5 vaqt namoz o'qigandan-ku ahli ayolimga qaramasam ham bo'laveradi deya olmaydi. 5 vaqt namozga so'raladi.